normal umr yo'ldoshida ham qasddan baxtsiz bo'lib olasiz. Qasddan. Savol berishibdi. Menga yoqqan qizlarga men yoqmayapman. Men pul topadigan odam bo'lsam, esli hushli bo'lsam, yoshim yaxshi bo'lsa, qarib bo'lib ketmagan bo'lsam, ko'rinishim normal, ishim bor. Nega qizlar shunaqa bolalarga uylanmay, erga tegmaydida? Haligi bo'mag'ir, bir jinoyatchi, bir esi yo'q, unaqa g'alati to'polonchi bir bo'mag'ir bolalarga uylanadi. U na pul topmaydi, otasini yuradi, u qizdan bu qizga sakrab yuradi. Men unaqa emasman. Nega bunaqa bolalarga qizlar darrov erga tegadida uylanadi devoribman. Erga tegadida haligi normal bolalarga erga tegmaydi qizlar. Yoqmadi deb ketadi. Ko'rinishi yoqmadi. Yo'q, gap bunda emas. Gap shundaki, boyagi men videoda aytdim, yaxshilab ko'ringlar videoni. Hamma gap hidda. Chunki hid sizni gormonal foningizni belgisi. Siz bir qizga yoqmasligingiz sababi sizlarda gormonal foninglar bir-biriga mos tushmasligidan. Keyin ikkinchi sababi bu boyagi to'polonchi, bo'mag'ir, undan bunga yuraveradigan esi yo'q yigitlarni ko'pini geni boshqacharoq. U genni nomi to'polonchi genda, endi u geni sal boshqacharoq. Mana bu qizni miyasi o'sha genni hidini hidlaydida, bu to'polonchi ekan, joyida turmas ekan deydida, shu bola любой holatda tirik qoladi. O'shaning uchun men shundan bola qilib olishim kerak deb o'ylaydi. Lekin mana bu ishi bor, uyi joyi bor, ko'rinishi ham yaxshi, ichmaydi, chekmaydini. U aslida zo'r bu bolani geni, lekin bu qizga bu bolani geni mos tushmaydi. Chunki bu qizni o'zi ham shunaqada. Ya'ni bu qizni o'zi ham yaxshi, to'g'ri, pul topadi, ichmaydi, chekmaydi. Shuning uchun ikkita gen bir-biri bilan moslashsa, sog'lom mutatsiya bo'lmay qoladi. Shuning uchun bu qizni badani boyagi to'polonchi, bema'ni, quloq solmaydiganda geni bilan buni zo'r geni moslashsa, birlashsa, ya'ni bular birlashgandan keyin bulardan noyob gen chiqadi. Tabiat shuni biladi. Shuning uchun iloji boricha mana bu bolaga bezori qizlarni yoqtiradi. Yoki bo'lmasa boyagi bu aqli bilan bu yaxshi qiz-ku, menga yoqdi-ku. Bu qizning badani esa boshqa bolani izlab yuribdi. Demak, sizning badaningiz bir qizni yoqtirsa, bu qizni yoqtirmaydi. Nega? Chunki bu qizni geni sizga mos tushmaydi, bu qizni geni sizga mos tushadi. Lekin buni geniga boshqa bolani geni mos tushadi. Sizning geningiz o'zini kuchaytirish uchun izlaydi. Kuchliroq genda. Lekin buning badani esa o'zini genini izlaydi, kuchlirog'ini. Lekin kuchli degani bizning jamiyatda qabul qilingan qonuniyatlardan nuqtai nazardan qarasak, jamiyatda tirik qolish uchun va jamiyatda sizning badaningiz tirik qolish uchun kuchliroq hisoblanadi. Lekin tabiatda esa, tabiatda haligi bir joyda ishlab, bir joyda doimiy bo'lib, ichmay, chekmay, oilam, bolam, chaqam deydigan gen tabiatda tirik qolish qiyin. Tabiatda urushqoq, janjalkash, tez harakat qiluvchi, qarorni tez qabul qiluvchi genlar tirik qoladi. O'shaning uchun tabiat tanlovi boshqa, ijtimoiy tanlov boshqa. Bu nima uchun? Bu yana bir tarafi. Keyingi tarafi, mana qizlar ko'proq xuliganlarni yaxshi ko'radi. Nega desangiz, u xuliganlar haligi tavakkalchi bo'ladi. U xuliganlar shiddat bilan, tavakkal bilan qaror qabul qiladi. Ularning geni bir nechta genlarning mujassamligidan kelib chiqqan. Sizni ham geningiz shunaqa, lekin sizda fe'lingiz sal boshqacha. Sizning fe'lingizga bu qiz to'g'ri keladi. Sizning geningiz bu qizni tanlaydi aslida. Lekin sizning ongingiz bu qizni tanlaydi. Chunki siz tanlaganda qalbingizga qarab tanlamaysiz, siz ko'zingizga qarab tanlaysiz, hurmatli qirol. Va aqlingizga qarab tanlaysiz. Bu qiz yaxshi qiz bo'lsa kerak, deb. Siz va mana yoshlar, sizlar tanlamanglar. Chunki sizlar tanlaganda asosan ko'pincha boyagi
geniga qaraysizlar, keyin haligi ko'zingiz bilan qarab tanlaysiz. Ota-onalar tanlashi kerak. Ota-ona tanlaganiga erga tegorish kerak. Agar siz ota-onangiz tanlaganiga erga tegsangiz, agar siz o'zingiz qasddan shu otam tanladi, onam tanladi, men xohlaganim bu yigit edi. U yigit siz bilan bir bo'ladi, tashlab ketadi. Bo'ldi, siz homilador bo'lasiz. Uni bolasini, uni genini ko'tarib yurasiz, to'g'ri? Tabiat o'zining maqsadiga erishadi, lekin siz bir umr qiynalasiz. Ota-onangiz tanlasa, boyagini tanlamaydi, uni sirasi отсет, chunki u bola bo'lmaydi, oilaga bo'lmaydi, mana bu bola bo'ladi deb tanlab beradi. Va sizda ham geningiz yaxshi bo'lishini, ham oilangiz yaxshi bo'lishini hisobga oladi ota-ona. Siz tanlasangiz esa boya aytganimdek geningizga qarab tanlaysiz, natijada xato qilasiz. Shuning uchun umr yo'ldosh tanlovini agar otam tanlab berdi, men buni sevuvdim, menga bu yoqmayapti, otam-onam majburlagani uchun ichingizda mana ko'rsin, baxtsiz bo'laman deysiz, boyagi normal umr yo'ldoshda ham qasddan baxtsiz bo'lib olasiz. Qasddan o'zingiz. Mana ota-onam tanlagani bo'lmadi deb yurasiz keyin. Butun dunyoga jar solib.